虫けらたちを愛し育てた人がいた。自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた。後に続け青春たちよ、後に続け遅くはないさ。急ぐことは難しいが、時に振り返ることはもっと難しい。asrning o'ttirlarida Shotlandiyaning poytaxti Edinburg shahriga yaqin bir joyda Alexander Killian Bell ismli bir bola bo'lib, u har kuni maktabdan qaytib kelibla opasining yonida o'tirib pianino o'rganatdi. Acep yaxşı çaldın Bel. Dadan qaytib kelganda chap beri. O çoqum hayran qaladı. Apa, meni müzik körgege qachon olib birsam? Dadanın vaqti chiqsila. Amiz çoqum ha? Apa, men endi birdan o'ynab kiray ya? Bo'ladi balam. Patraq qaytib kirgan jumo, ha? Ma'qul. Johan ismli bu kichik Belning eng yaxshi hamrosi edi. Johan, men sana gap qilishni o'rgatdim. Esingda chung tutchimi? Obdan o'rgansang, men sana kampit berma. Uqdingmi? Ha? Uqdingmi? Degina. Yo'q, hav desang bo'lmaydi. Da. Degina. Belning dadisi mashhur tilshunos. Shundaqla ig'iz harakatiga qarab so'zlashni tunji tadqiq qilgan odam edi. Ig'iz harakatiga qarab so'zlash deganimiz gaskatchilarning ig'iz harakatiga qarab til o'rganishi qartilgan. Bel dadisiga nihoyat hurmat qiladi. Hamda cho'ng bo'lgandan keyin dadisiga o'xshash ish qilishni orzu qiladi. Hozirgi ishtiqi gap o'rgatishi dal shuning uchun qilayotgan mashq edi. Rost, sizlar ishnamsizlar, o'rgatsa, ishtmi gap qila olay. Ben ishonmayman. Johan, gap qilib bera, ular anglab baqsin. Qaranglar, mushundaq engigini besib turganda u odamga o'xshash ovoz chiqara oladi. Johan, gap qilib bera. Rost gap qilib o'tamdi nima? Shuni deyman. Uning gapini tarjim qilganda ko'pchilik yaxshimi sizlar degan gap bo'ladi. Bu bir karametken. Onu o'zing o'rgatdingmi nima? Ha? Kerak yo'q. Albatta gap qilolmaydi. Ammo ayni vaqtda bolalarning hammasi ishinib qolgan edi. Bel cho'ng bo'lgandan keyin London universitetiga o'qishga kirdi. U yerda odamning anglash sezimidan tortib, ovoz chiqarish a'zolarigacha o'rgandi. Shu mezgilda u telegrafni kashf qiluvchi Huyston bilan tanishdi. Shuning bilan uningda telegraf qarta qiziqish paydo bo'ldi. Bel Huyston apandidan magnitga tok berganda ovozda titrash hosil bo'lganligini anglagandan keyin telegraf mashinasiga kamerton o'rnatganda ovozni nihoyat yiroq joylarga yetkazgili bo'lganligini o'ylab yetdi. Elektr simi orqali yetkazishning o'zi haqiqatan cho'ng tasavvur bo'lib, u ulug' kashfiyotning bir shabisi edi. Ammo buni ishga oshirishga uning hech qanday ishonchi yo'q edi.
Bel keyin Amerikadagi bir universitetda muallim bo'ldi. Hamda dadisi ijod qilgan eg'iz harakatiga qarab so'zlash usuli orqali gaskachi bolalarga so'zlashni o'rgatdi. Bu xil o'qitish gaskachi bolalarning ota-onalarining zo'r olqishiga erishdi. Ularning ichida Sannas ismli bir boy bo'lib, u o'g'lining umrida tunji qatim gap qilganini anglab nihoyat xushal bo'ldi va minnatdorligini bildirish uchun telegraf tadqiqotiga mablag' va tajribaxona ajratib berdi. Şunun bilan bel bir tarafdan gaskachilarni o'qitish bilan shug'ullansa, yana bir tarafdan o'z uzundan buyon orzu qilib kelgan telegraf tadqiqoti bilan shug'ullandi. Uning tajribaxonasi dal Sannasning yer osti uyi bo'lib, bu tadqiqotga Sannasmi qiziqib qoldi. Bel apandi, men sizdan telegraf tadqiqotiga oid ishlarni so'rab baqay degan. Masalan, qaysi ishni? Har xil davr to'lqinliq tok portal elektr simi bilan menga berganda. Shundaq menga berdi. Ondaq bo'lsa apandi, davr to'lqinning soni o'xshamagan ahvolida bir necha telegramini portal sim bilan birli vaqtda mangdirish mumkinmi? Ya'ni ko'p yo'lliq telegramini demakchi. Ha? Ona ait yaman darskan. Hozir telegraf kasbining bozoribak ishdik. Hamma odam elektr simlarini tortib, o'zaro raqobatlashyapti. Agar portal sim bilan masalalar bo'ladigan ish bo'lsa, foydaning amini telegraf shirkatlari olmamdi. Yo'q, bundaq yaxshi ishni boshqa shirkatga tatqiq qo'yishga bo'lmaydi. Buningdan o'zim yolg'iz foydalanay. Davrdan olgan cho'ng tutki telegraf shirkatidan birini qursam, hammani o'zim egallayman. Apandi, siz tadqiqotni cho'qim boshqa ish qiling. Sizga lozimlik narsalarni men tep berman. Agar pul lozim bo'lsa, qancha desangiz beraman. Men kendim efendi. Qo'yib o'ting. Voyjon bek og'rib ketdi. Voyjon bek og'rib ketdi. Uzun o'tmay, Sannas Watson ismli bir yigitni belga yollab berdi. U elektr asboblarining tilini nihoyat puxta bilgachga, texnik jihatdan uning belga bo'lgan yordami nihoyat zo'r bo'ldi. Bir kuni Watson belning topshirig'i bo'yicha telegram apparatining yanida tavramli plastinkini urish orqali urilgan ovozni yetkazishga bo'lish bo'lmaslik to'g'risida tajriba elib berib atdi. Ya'ni bo'lmadi, hech qanday ovozi yo'q. Hey Watson, urma! Hech narsaga chiqilmay turing. Efendi, siz bek aşırı ettiniz. Watson, nimaga chiqildingiz? Bu nereden chiqayotgan ovoz? Men tevret güçünü elektromagnetden ajırtib bilishdan boshqa hech nimaga urinmadim. Tevret güç? Endi tushundim. Endi tushundim. Muallim deriza diqqat qilib baldiratdingiz olmamdi. Tevret güçünü odamning ovozi bilan tevretgandan keyin qabullovchi telegraf apparati tovush rezonansi chiqaradi. Shu onun ashuna o'xshash aynan ovoz chiqadi. Mushundoq bo'lganda gap qilsangiz gapingizni aytib uzun joylarga yetib boradi. Gapni toksimi orqali yetkizguli bo'ladi odamsiz. Qaysi davlat gap qiladigan toksimi ishlab chiqibdi? Ha? Deb yiqina qani. Siz meni to'la kichik balini oldigandek aldayman demang. Men sizga toksimini so'zlab so'on deb pul berib atmayman. Muallim, Sannas efendi unutib qolgan o'xshaydi. Siz degan ovoz mutaxassisi. Telegraf apparatini so'z tutishdan iborat. Bu siz uchun hech qancha gap emas. Shundoq. Telefonni ijod qila olsak, telegraf hech qancha gap emas. Xalqning turmushi endi texnik qulaylik bo'ladigan bo'ldi. Mundaq ish bitibel efendi. Siz telefon ne demakchimi? Ha? Ajab yaxshi, telefon. Telefonni kashf qiladigan ish bo'lsa, men hargiz fursat qilmayman. Nash pul kasmayli. O'zgargansiz. Ishqilib kechiringlar. Shuningdan keyin Bel telefonni tadqiq qilishga kirishdi. Ammo uning oldida qiyinchilik nihoyat zo'r edi. Bo'lmadi. Qanday qilgan bilan bo'lmagidek. Ovoz bo'lishi bor. Ammo nima da'vatganligini faqat bilmadim. Qaraganda telefon kashf qilaman deganim xom xiyol o'xshaydi. O'ylamagan choralarim qolmadi. Sarang bo'lay deb qoldim. Oy, sarang bo'lay deb qoldim. Muallim, meyuslanmang. Bu chora bo'lmasa, boshqa chora topsak bo'lmadimi? Men qarang, boshqa chora bormidi? O'ylab baqsaq bo'ladi emasmi? Gapingiz to'g'ri. Mening beshim ketib qopti. Buni samimga sap qo'yganligingizga rahmat. Meni kechiring. Hech qisi yo'q. Bundan keyin men tig'imi tirishiman. Muallim, siz irodangizda yanmang. Rahmat sizga Watson. Bir vaqt bo'lib ketibdi. Sizmi kirib aramag'ash turing. Yo'q, chiqishqamidi. Men u ishni tugditay. Bo'ladi emasa, har ishimiz chig'roq tutaylik. Oxiri tugatdik. Bugun uxlab bu tajribaning oxirini atiganlik ishlaylik. Bo'ladi.
Әтісі, яны 1876 yıl 3. ayının 10. günü bu işkəylənin 1001 japada yazған telefonның birini binanın ən üstüge, яны birini yer astığı bekitip sınap köməkçi boluşdu. Hazır mən xəbərləşiş aparatının qəşığı mandım. Muallim, düşendim. Vason, miyakinim! Ben ağladım. Muallim, ben ağladım. Muallim, ben ağladım. Qalsıqakin bu. Muallim, ben ağladım. Muallim, ben ağladım. Ben ağladım. Nim dediniz? Nimin anladınız? Mən texi təcrübəni başlamışam. Bay siz beni miyakileyin demediniz mi? O sizin avazınız bombayın değil mi? Ben bu nait enik anladım. Nim dediniz? Rast mı? Rast anladınız mı? Ohoy, muvaffaqiyat qazanıbdıq. Nim bolsa, axır muvaffaqiyat qazandık. Muallim, derize, dikkat edin. Derize mi? Derize. Şundaq qılıb kichigidin gaz qaçılan oqutish bilan şoğulunub kelgan Bill mana əmdə telefonның kəşfiyyatçısı bo'lib qaldı. O şu işlardan keyin gaz qaçılan tərbiyələş bilan məşğul boldu. 1922 yıl Bill 75 yaşında olamdan o'tdi. Billning dəfn murosimi kuni Amerika va Kanadaning telefon liniyasi sohasidagilar uning ta'ziya bildirish uchun telefon aloqasini 1 minut to'xtatdi. Kişiler xeyli uzun vaqtgachilik Janubiy Afrika to'g'riliq hech qanday ishni o'qimaydi. Chunki u yerdagi g'o'l o'rmon kishilarning yo'lini to'sib turadi. 19 asrda tavakkülchi yevropaliklar fil tishi va oltin izlash uchun bu xilvat joyga oqoqadan kelishga boshladi. Lekin bu qo'rqinchli o'rmondan saq qaytib chiqadiganlar nihoyatda oz edi. Bu bir dahshatli paket. Lekin bu yerga tajovuzchilik va bulang-talangni maqsad qilmagan bir ekspeditsiyachi kelgan. Angliyalik Livingstone ismli bu odam bu yerga faqat bu o'rmonlikda nima bor ekanligini va kishilarning qanday turmush kechirdiganligini bilish uchun kelgan edi. U tavakkülchilikni yaxshi ko'radigan doktor edi. Livingstone ekspeditsiya jarayonida nurg'un qitim yo'ldan ezib qoldi. Bu vaqtlarda uningga yerlik oddiy kishilar panoh bo'ldi. Xayrli sahar doktor. Ben naştılıqını tayyorlab qo'ydim. Ha, rahmat baba. Yüzünüz nim bo'ldi? Ha? Kim? Onu o şeydeki kim? Özən olmamsan baba. Əynəkli tuncu qıtıb görüşün oxşamamda. Hala, qolun qıp görüb bax. Ha. Doktor, yani nima ish qilyapsiz? Acaba bezge. Bobo, bugün əcəb ruhluq görünsən qo. Başlayıq. Bu mu doktorun iltifatı desilə? Duruz. Doktor kəlgəndən beri kentimizin qiyafəti bütünlə yenilinib, uruş və kesellik digən nərsilər yoxaldı. Silige rəhmət. Yoq, ondaq demisizlər. Bu faqat kentkilərin tırışçılığının nəticəsi. Mən bolsam olağa yardımlaşdım. Yoq, ondaq emas. Sili bək kəmtərkəllər. Sili bolmağan bolsılar bobo, allı burun udun yağ ketken bulatdı. Doktor, mening Necatçım. Men doktordan məngü ayrılmayman. Ha, duruz bobo. Mening mo Afrikadan məngü ketkim yox. Halbuki bu teniş kənitdə qayda balayı afətni bo'lib turadi. Bəzi hallarda aylab yağmur yağmaydı.
odam issiqning dastida chidab tura olmaydi. Mundaq chaqda yomg'irni tilabni topqil bo'lmaydi. Bunda qurg'oqchilik bo'laversa, ziroatlar bilan öy hayvonlarining hammasi nobud bo'ladi. Kentda hech narsa saqlanmaydi. Hay, men qanday qilsam bo'la? Ha. Ataman, yomg'irni kutib o'ltagan bilan qamlashmaydi. Yaxshisi, o'rmonlikqa berib, so'zda paqayli. Yo'q, bo'lmaydi. Bu o'rmonlik nayt xatarlik kirmayli. Irodi bo'lsa hamini muvaffaqiyat qozongan bo'ladi. Tirishmay tugilib o'ltirishning o'zi qo'rqinchaqlik. Jur'atli bo'ladi ekan, har qanday ishni qilib bo'ladi. Kim biladi? U suv va meyvechi ko'p, boy va go'zal joymi texi. Doktor ular ana shunday tushundirdi. Buning bilan kennetdagi yoshlarda tavrinish bo'ldi. Oxirida qabila boshlig'i qoyil bo'ldi. Shuning bilan ular doktorning boshchiligida bir ekspeditsiya atirti bo'lib tashkillandi. Biz seferge atlanğılı yerim ay boptu. Biz o qarang ormanlıqdan ahırı ötüp bolduq. Mana endi bu qumluqdan ötüş alıp turvatdımız. O ras düşten güzel cay mıydı? Yanıla kentten ayrılmadığımız yaxşı kent mu? Usuluk için doktor, usuluk içi bilim. Ben içmey. Baba, özün iç. Siz tünügünde bir fakat usuluk içi bakmadınız. Usuluk Baba, içi bilim. boldi, özün iç. Kom hemen ersini kurtuyu tuttu. Bu ne mi? Qarala, kerkidanınızı! Aldığımızda çokum su bakken! Biz hem susuz kalmaydığa bulduk! Ha, rasma, Xudoga şükür. Bu ras kerkidanın ızı mıdı? Hey, köpçülük, bolala ayağa baraylı! Hey, taptık! Su bayını taptık! Alim bolsa, sağ salamet qaytib keteladigan bo'ldik. Qandaq bo'lmasin, suvni oxiri tapdik. Nayt, otdan işi oldu. Bu ularning O'rta Afrikani tunji ko'rishi edi. Bu yerda ular oyning sho'lsida yaltirab turgan daryo va ko'llarni ko'rdi. Ammo bularning hech qaysisi xaritaga tushirilmagan edi. Doktor buni Afrika uchun mo'ljalligisiz zo'r ziyon deb o'yladi. Ataman, bu hem kunlar tikishadigan, hem daryoga yaqin joy ekan. Durus, bu yer kent bina qiladiganga taz muvofiq joy ekan. Biz bu yerga suv ombiri yasab, daryoning suyini solivazaq bo'g'dik. Mundaq bo'lganda mundan keyin suvdan g'am yemaymiz-da. To'g'ri. Yurtdoshlar, odamda iroda bo'lsa, har qanday ishni qila oladi ekan. Ular suv ombiri yasashga kirishib ketdi. Mundaq cho'ng qurilishni ularning tunji qatim qilishi edi. Hammaylar tirishib ishdi. Shuning bilan kentmi uzoq qolmay bitdi. Doktor Livingstone kentdan qo'shilishib davomli ishkirlab kirdi. Doktorga cho'qindigan bobo boshchiligidagi yoshlar Livingstone nega bo'lsa uning keynidan bilib bordi.
Safar ustida necha kun uda qattiq bo'ron chiqdi. Halbuki ular bu jarayonda cho'ng shoqiratmadan nechini uchratdi. Bir kuni ular odamning ahvayron qog'idek ajoyib go'zal bir manzarani ko'rdi. Bu hozirgi iloh yaratgan mo'jiz deb atalgan Viktoriya shoqiratmasi edi. Doktor, nima bo'ldi? Bu maymun darxi. Men mushu maymun darxidek Afrikada mangu yıldız tassam, qandaq yaxshi bo'lardi, ha? Ha, juringlar. Doktor Livingston 33 yılga yaqin vaqt ichida 4500 kilometr yo'l yurib Afrikani to'g'ri kesib o'tdi. Bu jarayonda u jo'g'rofiya va biologiyaga oid har xil narsalarni bayqashdan sirt, yana bo'lgan yerlarda o'zining doktorlik rolini to'liq joriy qildirdi. Doktorning nomi hozirgi kishilar orasida eg'izdan eg'izga ko'chib yurmoqda. Uning ruhi maymun darxiga o'xshash Afrika zaminida mangu yashaydi.我慢して夏の日盛りもよいしょ働いたよ今でこそ私めは大統領国を司る偉い人でもさ本当はさただのアリ羽目を外してどんちゃがしたいのよねおっとっとっと本文忘れるべからずありのありによるありのための私めは